Bizlarni relsli plyugimiz почти bitib qoldi. Xudo xohlasa yaqin orada ishlayotgan jarayondan ozgina video chiqazamiz. Hozir beda bitta qiladigan ishimiz mana g'ildiraklar joyiga o'rnashdi. Mana aytdim bitta legirovka qiladiganini qo'ysak bo'ldi. Oyoqlari bo'lgan, faqat palovoy doskalari qolgan. Palovoy doskalarni qilsak bo'ldi. Bir ikkita shpint o'tkazadigan, bolt qotiradigan joylari qolgan. Mana shu relsda legirovka bo'ladi, захват legirovkali bo'ladi. Borib kelishi boshqasi. Mana aytdim legirovkasi bor. Ikki tomonda legirovkali. Bag'ida ham legirovkasi bor, захватli. Yaqin orada ishlayotgan jarayonni ko'rsatamiz. Bu Belaruslarni qaysi biriga to'g'ri keladi? Bu 4 talik oyoq bo'lyapti. Захват uzoq 1.30 dan 1.5 gacha oladida. Qaysi Belarus tortishi mumkin? 82 torta oladimi yoki bo'lmasam 12.25 deydimi yo 89 deydimi? Belarusda qaysi vipiskasiga to'g'ri kelar ekan bu? Nechtalik o'tkuchi tortishi mumkin buni? Захват 1.30 dan 1.5 gacha shunaqa taxmin qilyapman. Shu atrofida bo'lishi mumkin.